Bunaqa do'sh chiqarish uchun ancha mehnat qilinadi. Bir xil kredit olib katta ish qilaman deydi, hamma ishni ham birinchi kichkinadan boshlash kerak. Mendan ketguncha egasiga yetguncha ish qiladi, unaqa ish qilish kerak emas. 3 million bergan katta qilib, eng zo'rini qilib bergan deydi bir xil. Birdaniga boy bo'lib ketsa ham u bo'lmaydi. Sekinlik bilan bo'lgani yaxshi hamma narsa. Hunari bor odam birovga qarab qolmaydi, eng kerakligi. Birovning qo'liga qaram bo'lmaydi. Salom Spot.uz kuzatuvchilari, biz bugun xalqimiz tarixi va madaniyatining bir qismiga aylanib ulgurgan tandirchilik hunari va uning biznes sifatida shakllanishi haqida suhbatlashamiz. Suhbatdoshim Korzinka, Beshqozon kabi brendlarga ham mahsulot yetkazib berayotgan tandirchi hunarmand Toshmuhammedovlar sulolasining 5-avlodi Baxtiyor aka Toshmuhammedov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Baxtiyor aka, biz ayni paytda qayerdamiz? Shu haqida qisqacha gapirib o'tsangiz. Biz hozir Toshkentning Yangi Hayot tumanidamiz. Shashtepa deb aytiladi. Mana shu xonadonimdasiz, xudo xolasa ustaxonam. Biz shu kasbni bu yerda adamlardan keyin adamlardan oldin dodam qilganlar. Dodamlar yo'ldosh ota bo'lganlar. Ulardan keyin adamlarning otlari ergashiga bo'lgan. Ular shu yerda birinchi shakllanishda nima deydi? Boshlagan odamlar shu dodalarim bo'ladi. Demak, bu yer sulola ustaxonasi. Sulola, ha. Dodamlar ham bu kasbni aka boshlashgan. Shu yo'ldosh ota bilan Abul Qosim ota ikkalovligi boshlashgan aka. Ulardan keyin adamgilar ham 4 o'g'il bo'lishgan. Ular dodamgilardan keyin adamgilar aka-ukalar shu ustaxonani ishlashida shuni to'xtatmasdan shu ishni davom ettirib kelishgan. Ulardan keyin mana biza boshladi. Biza shu kasbni davom ettirib qo'yamiz aka-ukalar shu qo'ldan kelgancha. Mijozni talabiga qarab ish qilib beraveramiz. Misol uchun kimga qanaqa tandir kerak, uyga, ro'zg'orga, uyimga kerak deb keladi. Uni ham yasab beramiz. Yo novaxona ochaman deb keladi bir xil odamlar. Novaxonada ham endi bir xil joyda 2 qop ketadi, bir xil joyda 4 qop ketadi. O'shani ketishiga qarab turib tandir beramiz. Misol uchun endi ketmaydigan joyga katta tandir bersa ham bo'lmaydi, ko'proq shu yaxshi ketadigan, ko'p ketadigan joyga kattarog'ini taklif qilamiz. Yangi ochilayotgan joylar bo'lsa, kichikroqini taklif qilamiz. Sekin-sekin bu narsa o'zi vaqt davomida aniq ko'radi. Endi mana hozirgi tandirlar hozir uyga mana shunaqa tandirlar olishyapti ko'proq. Bu bochkaning ichiga qurib pishirilgan bo'ladi. Endi mobilniy deydi, yuradigan hozirgi zamonaviy tandirlar shular. Shuni narxi qancha? Endi bular misol uchun hozirgi kunda 1 million 300 sotyapmiz. Buni ichida qopqoqlari bo'ladi. Keyin uzadigan nabori. Keyin bu tandir qurib pishirilgan. Shunda uyingizga olib borasiz, olov yoqa, somsa nonni yopib yeyaverasiz. Tandir go'sht ham qilsangiz bo'ladi, hamma narsa qilsa bo'ladi. Bu tandirlar hamma narsa universal. Tandirlar narxi qanaqa orqadagi? Bular har xil. Misol uchun 8 ming, 1 million joyiga qarab shu dastlabki bilanda bizada. Bu somsa tandir menimcha. Bular ham somsaniki, bular ham qurib pishirilgan bo'ladi. Hozirgi kunda ko'proq endi yerga qurganda ko'proq ana qilishayotgani uchun ko'cha yuziga qo'yish uchun bunaqani olishadi. Bu xohlagan paytda ichkariga olib kirib qo'ysa bo'ladi, xohlagan paytda olib chiqib yana ishlataveradi. Mobilniy yuradigan tandirlar bular. Bular ham gazga, ham o'tinga moslashgan bo'ladi. Bularning narxi 2,5 milliondan 3 milliongacha bor. Endi bizning ishimiz birinchi o'sha zagodovkadan boshlanadi. Bir kun oldin turpoqlarni yeytamiz. Bir kunga vaqt ketadi. Turpoqni yaxshilab yeytmasangiz, bizning kesi o'sha tandirga ishlatiladigan turpoqlarimiz qattiq bo'ladi, toshga o'xshagan. Ularni bir kun yeytib qo'yamiz. Keyin yunni chopib tayyor qilamiz. Keyingi jarayon mana loy qilish jarayoni bo'ladi. Bunga ham bir kun vaqt ketadi. Ertalabdan kechgacha mehnat bo'ladi. Keyingi jarayoni loyni olib kelib tindiramiz. Bir kun o'tda turadi. Kamida 1 kun yoki 2 kun turadi. Achitib qo'yiladi. Keyin achigan loyni ertasi kuni biz zagodovka qilib, mana bunaqa qilib lenta qilib yerga yotqizamiz. Hozir mana birinchi qismi, misol uchun bu hozir somsa tandir. Mana shu bir 300 salik somsa tandiri tegi bu. Birinchi kuni o'shani buni tegini lenta qilib yotqizib ketganmiz, bu tinadi. Ertasi kuni buni turg'izib yasaymiz, uramiz. Urishdan maqsad buni ham loyga hali urganingizda preslanadi, ham shakl beriladi.
boya bir savol berdingiz, nima bu to'rtburchak qilib bo'lmaydi, yo anaqa qilib bo'lmaydi. Endi hamma narsani qilsa bo'ladi-yu, lekin bizning ota bobomiz shu dumaloq qilib kelgan, biz ham shu an'anada qolganmiz. Endi buni siz aytgandek to'rtburchak qilish uchun mana bu yasaydigan asboblar shunga moslanishi kerak bo'ladi. Shu to'rtburchak qilib yasash uchun. Bu shu dumaloqga moslashgani uchun dumaloqqa yasaladi. Endi shu eskidan an'ana bo'lib, ota bobolarimizdan mana shu narsa bizga qolyapti. O'zgartirish kirgizmaganmiz. Shu nima o'rgangan bo'lsa, shuni qilib qo'yamiz, xudo xohlasa shu kungacha. Endi hozir birinchi jarayon mana qilib asbob tishi bilan urib olinadi, presslab olinadi. Keyin ikkinchi jarayon o'sha tekis tomoni bilan urib, buni yana silovlab chiqiladi. Har bitta tandir o'sha loy pesh qo'yganda ikkita jarayoni bor. Birinchi shu chaqa deymiz, keyingisi dog'ini terish deb aytiladi. Buni o'sha dog'ini tergandan keyin qotgandan keyin ikkinchi qismi qo'yiladi. Agar novvoy tandir bo'lsa 3 etaj bo'ladi. 3 ta qismdan iborat bo'ladi. O'shaning uchun bu narsa birdaniga bo'lib qolmaydi, etap-etap sekin astalik bilan chiqib boradi. Va novvoy tandirlarimiz bir kunda buni tiklamaymiz, 2 kunda buni tiklaymiz. Nimaga deganda buni sifati yaxshi bo'lish uchun shoshilmasdan shu olov kamroq yoqilsa, o'zi qotsa, tandir sifatli chiqadi. Bunga qancha ko'p olov yoqsa, ko'p yorilib ketib qoladi. O'sha jarayonlari ham bor. Iloji boricha o'zini holida qotirib ursa, ichlari ham yaxshi chiroyli chiqadi. Kam yoriladi. Shu Olovni uchun yoqda shu. olov buni endi hozir yoz kuni olov kam ishlatiladi, ko'proq qish kunlari, sovuq kunlarda loyi badanida namlikni ketkazish maqsadida. Loy qotirish uchun. Loy bu agar qotmasa, ikkinchi etajni ko'tara olmaydi. Tepa qismini ko'tara olmaydi, loy o'sha bir-birini bosib yuboradi. Shunaqa bo'lmasligi uchun qotirib yasaymiz. Shunday qilib bitta tandir qancha muddat ketadi? Bir hafta vaqt ketadi. Bitta tandir shu 0 dan bitgunicha bir hafta vaqtimiz ketadi. Shunda sifatli ishimiz o'xshab chiqadi. Bizda stabilniy bitta narx bo'lmaydi. Klient keladi, misol uchun oladigan katta kichikligiga qarab narx qo'yiladi. Dastlabki xizmati ham bor, shu yo'lini hisobiga olinadi, olib boriladigan joyi, shuni hisobga olib narx-navo qo'yiladi. Endi bu narsani aytganda bu ot bilan tuya bo'lmaydi, hamma narsa baribir kelishilgan holatda bo'ladi. Mehnatingizga yarasha. Endi nima deydi, ko'chadan nima olsangiz ham, misol uchun narxi o'zidan kelib chiqadi-da. Oddiy non olsangiz, misol 5000 so'm bo'lsa, 20000 so'mga ham non bor, lekin hammasining nomi non, misol uchun. Hamma o'zini ishlatgan mahsulotiga qarab biz ham buni narxini qo'yamiz, qanaqa o'zidan kelib chiqamiz. Misol buni qalinligi bor, stenkasi, keyin ichiga shu yunni ko'p solingani, buni mehnati, qo'l mehnati-da bu narsa. To'g'risini aytganda qo'l mehnati o'zi bilasiz, hamma joyda baribir nima deydi, e'tiborga olinadi, ishqa qilinadi. Qimmat turadi. Qo'l mehnati baribir qadrlanadi-da. Inson baribir bu narsa agar qolipda chiqqanda yo bir nima deydi, oson bo'lganda jarayoni unga o'ziga qarab ish bo'ladi. Mijozlar shuni tushunadimi? Tushunadigan ham bor, qo'l mehnatini qadrlaydigan. Tushunadigan ham bor. Ko'proq o'sha bizga keladigani o'tdan betdan birinchi olib ko'radi, shu arzonroq nimasini ham oladi-da, keyin uni qisqa vaqt ishlatgandan keyin yana boshqatdan olish kerak bo'lganda, keyin undan eshitib baribir qidirib keladi. Misol endi bizani joyimizga unaqa shahar o'rtasida emas, mana ko'proq bilsangiz hunarmandlar mana es shaharda joylashgan. Bizaniki es shaharda emas, mana shaharning chetida, chekka joyda joylashgan. Zangiotaga yaqin ekan. Zangiota ziyoratgohga yaqin. Ko'proq endi o'sha chekkaroq joy bo'lgani uchun o'ziga yarasha o'sha mijozlar baribir qidirib keladi. Endi asosan bunaqa ish oldin bular Chorsida bo'lgan. Chorsida endi hamma topib olish oson bo'lgan, boshqa bo'lgan. Endi hozir biza shu yerda yasaganimiz bilan, lekin shaharning ko'p tochkalariga, milliy taomlarga, katta novoxonalarga va biz beramiz, misol uchun. Demak, bu yerga turistlar, qiziquvchilar kelish qiyin ekanda. Ya'ni yo'l uzoqligi shahar. Endi shunaqa, misol turistlar anaqalar kirib kela olmaydi, endi shahar chetida joylashgani uchun. Endi niyatimiz bor, xudo xolasa kelajakda shu shahar o'rtasidan bir mana shunaqa showroomga o'xshatib, tandirxona qilib, shu qo'ygan ishlarimizni ko'rsatib, maqsad shu. Endi keladigan turistlarni biz ularni texnika bilan lol qoldirishimiz qiyin-ku, ko'proq endi mana shu eski milliy qadriyatlarimiz bilan ko'proq ular shu esda qoladi. Ular shu bilan qiziqtirsa bo'ladi-da turistlarni.
Shunaqa narsa. Endi bularni hozir mana zamonaviy qilib uyga ro'zg'orga mana bunaqa tandirlar qilib yasab sotyapmiz. Bular endi yuradigan bo'ladi. Oldin bilsangiz uyda oshxonada tandirimiz bo'lardi. Endi ular qoraytirib yuborardi. Hozir ko'pchilik endi oshxonadan buni chiqarib yuborib, shu hovlini o'rtasiga borib olov yoqiladi. Bunda mashinga bir 50 ta 60 ta somsa ketadi. 15 ta 16 ta non ketadi. Keyin tandir tovuq qilsangiz ham bo'ladi, go'sht ham ilsangiz bo'ladi. Tandir go'shtlik ham yaxshi, xudo xolasa. Bugungi kunda demak talab ko'proq shunga. Ha, bugungi kunda mana shu ommaviy shu ko'proq shu hozirgi yoshlar ko'proq shuni olishyapti. Oldin misol ko'proq ayollar ishqiboz bo'lganmiz, hozir erkaklarning o'zi ham uyda o'zi bola chaqasiga shu narsani yopib, o'zi nima ishqibozlik uchun olishyapti ko'proq shu narsalar. Hozir omma bo'ldi. Endi bu mana tandirlar o'zi ko'proq somsaxonalarga, bu ko'chada milliy taomlar oshxonalarda, keyin oldin ko'cha yuzida shu yerda turardi, hozir shular bizdirilgani uchun bular shu yuradigan qilib yasalgan. Bular misol uchun bitta yopganda 150 ta, anunga misol uchun 130 ta ketadi. Mana shunaqa qilib yasalgan. Bular non tandiri demak. Bular mana bularimiz Navoiy tandirlar. Navoiy tandir ham endi joyidan kelib chiqib ish qilinadi. Endi navoxonasi kattaroq bo'lib, joyi bozorga yaqin bo'lsa, ko'proq katta oladi. Kelgani bilsangiz, vodiyning yo'lida, keyin vohani yo'lida katta patirlar qilinadi. Unga mana bunaqa katta tandirlar qilinadi. Perivalda. Perivallikka o'xshagan shu katta nonga mana bunaqa tandirlar qilinadi. Demak, u yerga ham sizlar yetkazgansizlar. Xudo xolasa, ko'piga mana biz ko'proq mana vohani yo'liga biz ko'piga berganmiz. Ko'proq. Endi mana bu tandirlar o'zi bu kichirog'i, misol Navoiy tandir kichikroq varianti. Endi har xil mana hamma o'sha o'zini qurgan Navoiy tandiri yotadigan joyi bo'ladi, o'shanga kelib chiqib, o'sha razmeriga tushadigandan olishadi. Shu ketishiga qarab har xil tandirlarimiz bor. Shu mijoz nimani xolasa, o'shani yasab qo'lingizdan keladi, o'sha aytgan narsasini chiqarib beramiz, xudo xolasa. Tandirlaringizni eng qimmat narxlaganingiz qancha bo'lgan? Sotganingiz? Klient bilan aytayman, kelishadi. Misol uchun bir xilda kattalashgan sari narx oshib boradi uka. Buni endi kerak bo'lsa, mana bunaqa katta Navoiy tandirga mana bunaqani ikkitasini loyi kirib ketadi. U loyidan ham uni katta tandir yasash uchun shu qo'lingizga yetmaydi, balandlik qiladi, mashaqqati ko'p uni. O'shani hisobga olinadi. Misol uchun klient o'zi aytadi, misol 2 million bo'lsa 2,5 million beraman, menga kattaroq qilib bergin deydi. Yo 3 million beraman, katta qilib, eng zo'rini qilib bergin deydi bir xil. O'shanda eng kattasi endi bular mana bunaqa katta, buni endi mehnati ham bor-da, bu tandirlar mana odam bo'y bilan barobar. Bularning mehnati ham bor, mashaqqati ham bor bularning. Buni joyiga qo'yib olish ham mashaqqat bo'ladi. O'rniga olib borib, shu ustanobga qilish ham buni mashaqqat bo'ladi. Shuni qancha hozir narxi? Mashinani 3 milliongacha olib borib beramiz, misol uchun. O'rnatib. O'rnatib o'sha olib borib beradigan ustalarimiz bor, joyiga qo'yib beradigan ustalarimiz bor. O'rnatib beradigan, uni ham o'rnatadiganlar boshqa. Biz endi dastlabki qilib olib borib beramiz. Tegi tayyor bo'lsa, supasi tayyor bo'lsa, joyiga yiqib beramiz. Ko'p tandirchilar, Navoiychilar qo'rqadi. Tandiri shu joyiga qo'yayotgan paytda ko'p tandirchini tandiri sinib ketadi. O'zini o'zi ko'tarib tura olmaydi. O'shanisidan ko'p klientlar o'shandan cho'chib qolgan, ag'darayotganda bosib qolsa, ko'pi o'sha olib borib berganda butuniydi deb o'yindan chiqib ketadi, keyin Navoiy tushib qoladi ko'pincha. Shunaqa jarayon bo'lmasligi uchun biz buni o'sha joyiga butun qo'yib berib, keyin pulni olamiz. Ungacha pulni olmaymiz. Shu tandirni butun holati bilan o'rniga qo'yib beramiz. Birinchi yasagan tandiringiz va uni qanchaga narxga sotgansiz esizdami? Baribir ham hammani birinchi topgan daromadi esdan chiqmaydi-yu. Birinchi yasagan tandirim o'zi misol mana tandirlarni yasayotganda ozgina loy qiytuvlar chiqib qoladi. O'shalarni maydalab itib qo'yilardi. O'shandan kichkina hozir mana bochkaga qilib sotyapmiz. Shunaqa kichkina tandir qiziqishga, birinchi qo'llik keltirishga yasalgan. Yasayotgan paytimda misol endi u paytda uni kichkina tandirlar moda bo'lmagan, hech kim qiziqmasdi. Akalarim nima qilyapsan, bu kichkina ishlata olmaydi deyishganda, o'sha tandirni yasab ko'chaga reklamaga chiqarib qo'yganimizda, o'shani keyin ko'chada aravada reklamada turganda, o'shani bitta karis millatiga maxsus odam o'sha
kelib o'sha tandirga qiziqish bildirib o'shani sotib olgan odamlardan. O'sha paytda 25 so'mga sotilgan sovet payti deb nima edi. O'sha olib ketib u qiziga podarka qilgan. Simferopolgami, Rossiyani qaysi joyiga jo'natib yuborgan. U dastlabki qilishga qulay bo'lgani uchun o'sha kichkinani sotib olgan qiziga. Qizi bu yerda Toshkentda yashagan bo'lgan, Toshkentda nonini, somsasini sog'ingani uchun so'ragani uchun o'sha qiziga o'shani berib yuborgan misol. Bu siz birinchi ishim o'sha yoqqa ketgan. Keyin bizda endi odamlar o'sha payt ishlardilar, keyin yana boshqa odamning sheriklari bo'lardi. O'sha odam aytgan, xudo xolisa seni birinchi ishing mana shunaqa bo'ldi, keti ham yaxshi bo'ladi. deb o'sha odam katta usta shu gapni gapirganlar menga. Xudo xolasa mana birinchi ishingni o'zi polchining mana chetga ketdi. Xudo xolasa sanidan chiqadi deb o'shalar bildirishgan. Xudo xolasa nima deydi? Odamga anaqa beradi, bari motivatsiya beradi, kuch beradi. Shularni gapi bilan keyin sekin kattalarga o'tib ketganmiz, sekin. Masalan, ko'pchilik tandirdan foydalanganda yoki uni ko'rganda qiyinchiligini his qilmaydi. Ya'ni tandir yasagan odamgina buni his qiladi, jarayonda ichida qatnashgan odam. Umuman O'zbekistonda tandirchilik biznesi sohasini rivojlantirish uchun o'z shaxsiy faoliyatingiz davomida qanday qiyinchiliklarga uchragansiz? Endi qiyinchilik hammasi oson zo'r kechgan. Ya, unaqa bo'lmaydi. Eng bizda katta oruli nimasi, misol uchun oldin kanop degan narsa ekilardi. O'sha kanop ekilmay ketdi. Hozir o'sha kanopni biz qo'shib loyga qorilishi yaxshi edi. Keyin baquvvat tusha berardi tandirni. Keyin bizani hozirgi bu tandirga ishlatadigan turpoq o'z hamma joyda chiqavermaydi. Misol bozorda sotmaydi, o'rizorda sotmaydi buni misol uchun. Buni o'zi spes o'tdan betdan anaqa qilasiz, hozir hamma joy egalik. Shular muammo bizga. Misol uchun yaxshi turpoqni topib olish muammo. Ana keyin boyaga aytgan gapiz, klient bir xillari nima deydi? Yaxshi chiqib yaxshisi aka rahmat desa ko'nglingiz ko'tarilib ketadi, yana tandir yasagingiz keladi. Aka mana bunaqa bo'ldi desa, misol uchun odam ish qilgiz ham kelmaydi. Misol uchun bu narsa eng kerakli, uni yaxshi yomon bo'lish uchun biz hamma o'sha har doim bir xilda o'sha ota-bobomizdan qanaqa o'rgangan bo'lsa, o'sha stilda o'sha anaqada yasaymiz. Lekin bu narsa o'sha turpog'iga ham, masalligiga ham bog'liq bo'lib qoladi bir xil paytda. Turpoqni demak oldin topish oson bo'lganmi? Oldin misol uchun ko'p joylar topish oson bo'lgan, zo'rlarni daryolarning bo'yidan chiqadi bizning turpoqlar. Misol mana shahar ichidan chiqmaydi, shahar chetidan chiqadi. Ko'proq katta suvlarning bo'yidan, daryolar o'tgan joylardan chiqadi. Shu daryolarning chetida qanaqadir o'zi qatlami bo'ladi. O'sha qatlamda kelib qolgan bo'ladi. Shunaqa joydan chiqardi. Endi hozir shu turpoq muammo bizga. Boshqa hech bir anaqa muammoz yo'q. Hozir qayerdan olasizlar? Hozir bizga ko'proq Oqqo'rg'ondan, Chinozdan, misol Toshkent viloyatidan chiqadi. Misol, yo Angirendan, mana shunaqa. Bitta mana shu Navoiy tandir o'zi, misol uchun eng kami 500 kilo chiqadi, Navoiy tandir o'zi. Kattarog'isi 700 kilo, 800 kilo chiqadi. Mana shunaqa. Endi buni bizda misol uchun bizning maktabimiz, misol uchun bu endi bu yerda aytaman, dodam, otam ishlagan bo'lsalar, hamma joyi ustaxonani o'zi maktabi bo'ladi. Bizning maktabimiz o'sha adam o'rgatganlar 10 ta qilma 4 ta qilgan, sifatli qilgan. Ko'proq biz sifatga ishlaymiz og'ayni. O'sha sifat bo'lgani uchun bizning joyimiz Toshkentda chetga joy bo'lgan bilan, lekin o'sha klient mijozlar o'zi qidirib topib keladi bizani. O'sha ishingiz mijoz anaqasi yaxshi bo'lsa, sifatli bo'lsa, shu yerda misol adam shu erkinda ishlagan bo'lsalar, lekin mashitdan turib Sirdaryo, Guliston, O'ratepagacha, Tojikistonning O'ratepasigacha tandir sotganlar. Mashitdan turib. Hamma shu Zangitani tandiri desa, hammasi qidirib kelgan. Hozir ham shunaqa. Hammani o'zini o'sha bizga misol bunga men anaqa qilganim, misol men nima deydi, mijozdan qiynalmaganman. Nimaga deganda, meni ota-bobomni o'zini mijozlari bo'lgan. O'shaning uchun ham biz misol uchun bu sohada hali kecha chiqib bugun boshlamaganmiz, o'ziga yarasha o'sha ota-bobomiz klienti bilan biz ishlaganmiz. Misol haligacha ishlayapsiz. Haligacha ishlayapmiz. Misol bir xillar keladi, adenni olganman, dodenni olganman, uy tandir olganman, 20 yil bo'ldi. Men mencha ishlatdim deydi. Shunda odam bari xursand bo'lib ketadi. Haligi odam mana kecha ham Zangitdagi misol berdim, 9 yil ishlatibdi Navoiy tandirni. Okey, rahmat, mana shuncha ishlatdim desa, odam yana ishlagisi keladi, yana qilgisi keladi bu narsani. Bizga ham
shu odamlar o'rgatganlar, bolam nima ish qilsang ham mehr berib qilgan. Agar ana noilojdan ish qilmagan, nima ish qilsang ham ustachilik qilasanmi, kosib bo'lasanmi, misol uchun-da, mehr berib ishlasang, o'shanda senga yuqadi bu narsa. Har bir ishga, shu yoshlar ham mashina tuzatadimi, duradgorchilik qiladimi, kosiblik qiladimi, mehr bersin birinchi o'rinda. Pulga qiziqmasdan birinchi mehr berib, shu ishga qiziqsa, mehnatni zo'r qilsa, odamlar o'zi uni qidirib topib oladi. Tandirda bitta tandir dunyoga kelish uchun bir hafta vaqt kerak bo'ladi. Bu bir kunda bundoq ishga o'xshab quyib qo'ya olmaymiz. Bir xilla keladi 10 ta olsamchi, misol 10 ta olganda ham, 100 ta olganda ham buni unaqa katta kolичествоda qilib bo'lmaydi. Buni kuchingiz kelganicha odamni bari o'zini nima deydi, mo'ljallagan nimasi bo'ladi, undan u yoqqa kuchingiz yetmaydi. Misol uchun bir xilla aytadi, ko'p olsa arzon qilib bergin deydi. Uni ko'p chiqaraman deb uni sifatini buzib qo'yasiz faqat. Bu narsani o'sha 10 ta emas 4 ta qilish kerak. Buni anaqa tomoni nima deydi? Bu olayotgan narsasi bir kunlik emas. Navoiylarni buni olib borib yana 2 kun, 3 kun mehnat qiladi buni ketadi. Mana hozir men bir hafta mehnat qilsam, Navoiy ham uyga olib borib qurdiradi. Bir kun ertalabdan kechgacha mehnat bo'ladi, keyin 2 kun, 3 kun olib yoqadi. Agarda o'sha narsa ko'pchilik o'sha pulidan qochib arzonchi narsa olib ana qilsa, shuncha mehnatni bir tim bo'lib ketib qoladi. O'sha narsa uzoqqa bormaydi. O'shanga adam o'rgatganlar, bolam buni sani mehnating bu yerda ko'rinmay ketadi. Ertaga u odam yaxshi chiqsa, o'sha tandiring tugaguncha seni duo qiladi. Baraka topsin, shu palonchidan olganman. Sirdaryoga sotsa, ertasi kuni Sirdaryoni qo'shni qishlog'idan uni boshqa odam keladi. Palonchiga tandir sotibsiz deb. Misol uchun mana shunaqa narsa. Hamma ishni ham o'xshatib yaxshi qilsangiz, u odam kelmaydi, misol uchun 5 yil oladi, 10 yil yovib ketadi, lekin o'sha odam bizga 10 ta klient jo'natadi kamida. O'sha tandiri tugaguncha o'zi kelmasa ham, lekin boshqa odamlarni jo'natadi. Bor, men shundan olganman, baraka topganman deydi. Shunisi bu. Shunisiga qiziqamiz biz. U hali tandir sotib, nimaga ani klient kelmayapti, falon joyga tandir sotuvdi deb kutib o'tirmaymiz. Esingizdan chiqib ketadi. O'zi kelib, "Aka, men shunaqa 5 yil tutdim, yo 3 yil tutdim, 10 yil tutdim" deb kelsa, biz xursand bo'lamiz, aka. Shu. Masalan, beshikchilardan beshik olayotganda uni narxini savdolash kerak emas degan shunaqa fikrlar ham bor-da. O'zimma tandirchilikda ham shunaqa fikrlar bormi va sizlar umuman narxlashayotganda mijozlar narx talashadi, masalan, tushiring deydi, shunaqa bo'ladi. Endi har xil odam bor, bir xilla, mana bir xilla keladi, ishini, mehnatini hurmat qilgan odam o'sha kelib buni sifatini ko'radi. Oldingi mijozlar o'zi kelardi, shu yoshligimizda kelib tandir qalinligini ko'rardi, ichini tekisligini ko'rardi. Nech pul derdi? 100 so'mmi, 120 so'm qilib beraman, bundan ham zo'r qilib bergin derdi. Oldingi mijozlar. Endi hozir internet zamoni bo'lib ketdi. Ko'pchilik telefonda har kuni telefon orqali palon joyga olib kelib u bu deydi-yu. Misol uchun ko'pchilik tandir sifatini so'ramayapti. Yoshlar unga qiziqmay qo'ydi, narxi qiziq bo'lib qoldi yoshlarga, lekin aslida bu narsani ketida yana 3 kun, 4 kunlik mehnati bor. Uni tushunmaydi ular. O'sha arzoniga uchib, misol aniq qilishyapti. Lekin hech qancha o'tmasdan keyin yana shu narsani buzib tashlab, yana 3 kun mehnat qilib, haligini qurib pishirish kerak bo'ladi. Mana shu tomonlari bor-da. Sizlar nechta xil tandir yasaysizlar? Biz har xil, misol uy tandir, ro'zg'or tandir yasaymiz, somsaniki, tandir go'shtga, Navoiy tandir. Qo'lingizdan kelgancha qanaqa tandirsa, kuchingiz kelganicha qilib beraveramiz. Talab qaysi biri? Talabga qaysi biri. Endi biz menda ko'proq nima deydi? Ko'proq o'sha novaxonalar, somsaxonalar, uy tandir endi qilamiz, kamroq qilamiz. Ko'proq mijozlarimiz shu novaxona, somsaxonani nimalari. Mana karzinkalarga, misol uchun, hamma mana shu karzinkadan nechta do'koni bo'lsa, hammasiga o'zi qilib berganmiz. Ikkita tandirdan qo'yib berganmiz, misol uchun. Shular ham ana novaxonalariga, misol uchun, men milliy taomlarga ko'proq qo'yib beramiz, somsa tandirlar qo'yib beramiz. Mana shunaqa Rayhon, mana shunaqa o'z-o'zidan mana shu Toshkentda nechta anaqalar, keyin Qashqadaryodan Qoraqalpoqlarga chiqarib yuboramiz. Misol, qayerdan mijoz bo'lib, mana shu sizlarga o'xshab qiziqib, mana internetlardan qiziqib keladi. "Aka, falon joydan men chiqarib yuboring" deydi. Keyin misol, mana chet ellarga, Koreyalarga chiqaramiz. Buni hech nimasi yo'q. Hozir zamon shunaqa bo'lib qoldi, internet zamoni bo'lib qoldi. Odamlar Qozog'istondan turib, "Aka, mana shunaqa sizdan Toshkentda ishlaganman, sizni tandiringizda ishlaganman.
bu yerda ishlamayapman deydi. Berib yuboring, chiqarib yuboring deydi misol uchun. Yaqinda mana oddiy misol Samarqandda mana o'z-o'zida mana shu Toshkent Chinozda ishlagan bola Samarqandda ishlayotgan ekan. U bola ham u yerda ishlamadim o'tib tandirda. Aka o'zingiz chiqarib yuboring dedi, o'zidan chiqarib yubordi. Hammani o'zini nima deydi? Bu tandirda ishlagan odam keyin boshqa tandirga uncha-muncha tusha olmaydi-da, mana shunaqa narsa. Hozir siz aytyapsizki, o'sha chet ellarga yoki viloyatlarga ham sotyapmiz. Ular asosan internet, ya'ni sizlar ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramda sahifalaringiz bor. Bor. Onlayn savdo yo'lga qo'yganingiz bu yaxshi samara beryapti. Endi odamlar uzog'ingizni yaqin qilyapti-da. Misol uchun odamlar o'sha Koreyadan turib, yo Amerikadan turib kuzatadi, shunaqa aka mana shu tandiringizga qiziqib qoldim deydi. Narx-navosini qiziqadi. To'g'ri kelsa bo'ldi deymiz, o'sha aeroportga olib borib beramiz, u yerdan chiqarib yuboramiz. Shu yoqda ular o'zi kutib oladi. O'zi O'zbekistonda tandirchilik serdaromad sohami, boy bo'lishi mumkinmi buni ortiq? Ya endi buni to'g'risini aytganda mehnat og'ir, ko'p yoshlar o'z-o'zini avlodda, misol uchun meni o'g'lim ham ikkita bo'lsa, bittasi qiziqyapti. O'zi ham 5 ta o'g'li bo'lsa, 5 ta o'g'lan olmagan bu sohani. Mana bitta ukam hozir eshik chiqaryapti, boshqayapti. Hamma anaqada-yu, buni mehnati bor og'ayni. Prosta biza bunga yoshlikdan buni ichida adam ketlarda yurib, qiziqib, shu otamga qarashib yurib, shunday qotganmiz biz. Masalan, mehnatga chidasa yaxshi daromad topish mumkinmi? Qilsa bo'l, hamma ishda daromad qilsa bo'ladi. O'sha novatchilikda ham boyaga aytgan, somsachilikda ham hamma ishni shu mehr berib qilsangiz chempion bo'lib ketadi. Yaxshi bo'ladi. Hech mehnatdan hech kim yomon bo'lmagan. Mehnati bilan inson yuzaga chiqib keladi. Qadrlanadi, e'tibor topadi mehnati bilan. Misol uchun hamma o'zini nima deydi, qilgan kasbkoriga qarab el yurtda ichida obro' topadi. Misol biz 10 ta bola bo'lganmiz. 10 ta bolani adam shu mehnatni ketidan katta qiyali, hamma o'zi uyli joyli qiyali. Endi nima deydi, hamma ishni ham bilib qilsangiz yaxshi bo'laverasiz. Boshqa tandirchilardan ajralib turishga, o'z nomingizni yo'qotmaslikka harakat qilasizmi? Qanchalik va umuman raqobatga munosabatingiz qanaqa? Endi u narsani to'g'ri aytdingiz. Biza o'sha bu aytaman, dodamlardan qolgan, dodam o'sha odamlar yurg'izganlar ergashiga endi shularni nomini bulg'amaslik uchun, shularning nomiga dog' tushirmaslik uchun biz harakat qilamiz. Shu olgan odam faqat duo qilsin, yaxshi chiqsa, misol klient orttirib kelaveradi, lekin siz aytganda baribir hamma ishda reyting bo'ladi. O'sha tandirchilar uchun mavsum faqat yoz oylarimi yoki boshqa fasllarda ham tandir yasaysizlarmi? Asosan yoz oyi. Bu endi hali loy tepiladi, boshqa qo'l mehnati, misol uchun oyoqdan zax boradi, qo'ldan zax boradi. Endi buni to'g'risini aytganda nima deydi, baribir bel og'riq, oyoq og'riq qiladigan ishda o'shancha ehtiyot bo'lib ishlagan yaxshi bu ishda. Endi biz ham hali pul topish ekan deb anaqa qilmaymiz. O'sha o'zini baribir vaqti bor, sezoni bo'ladi. Sezonli ish bizaniki asosan yozda qiladigan ish. Buni yozda yasasangiz maza qilasiz. Agar qishda bu loyi ushlasangiz muz bo'yatadi. O'zi chaqadi loyi o'zi ham. Hozirgi kunda shu kelimda ushlasangiz ham qizi yotibdi ana shu. Buni mana boyagi narsa oddiy mana turpoqdan bu holatga olib kelguncha ancha mehnat bordi. Ana bir ko'rgan bo'lsangiz, kinoda aytadi, xumma turpoq bergan odam xumma olib ketaman deganda xumini olib ketgan, lekin mana buni qoldirib ketgan deydi. Mana do'shchi deydi. Bunaqa do'sh chiqarish uchun ancha mehnat qilinadi. Eng kerakli mana shu yaxshi tandiringiz shu yaxshi bo'lsa, anaqa urganingiz o'zi tangillab turadi. Mana shu yozgi kunlari mana shular mana tangillab yotadi. Qishda kelib buni shu yozda yasalgan bo'lsa, qishda bunday qilsangiz bunaqa do'sh chiqmaydi. Nam tortib olgan bo'ladi. Bir oyda qancha tandirasiz o'zi? Endi unisi o'rtacha. Kuch-quvvatingizga bog'liq. U narsa menimcha o'ziga ham anaqa qilmaysiz. Kuchingiz, misol kuchingiz ko'targanicha, u oldingizga 5 ta, misol uchun oldingizga misol uchun 10 ta yasayman, 20 ta yasaymiz deb anaqa qilmaymiz. Klient kelishiga qarab turib, shunga qarab yasaymiz. Misol uchun buni hali bir oyda menimcha kolичество ishlaymiz deb qilinmaydi. O'rtacha 4 ta 5 ta desak bo'ladimi? Qilinadi. 10 ta ham qilinadi. Mana shunaqa. Misol uchun u bitta ikkita bilan bo'lmaydi. U kelgan aytaman, klient kelyapti, bu endi joyingiz ham kichkina, buni hali ko'p qilib taxlab qo'ya olmaymiz. Uni qo'yishga ham joy bo'lishi kerak-da. Hali go'rt quchchaga o'xshagan narsa emas-da, bo'la bir ustimiz qilib taxlab qo'ysangiz. Ko'pchilik keladi,
qishda keladi, misol uchun yozniki bormi deydi. U yozib ketgan bo'ladi. Chillaniki bormi, bir xil klientlar qidirib keladi. Uni aldasangiz, demak shunga ahamiyat qaratishadi. ha, bir xil klientlar chillanikini so'rab keladi-da, endi chillanikini olish uchun shu chillada borish kerak, mijoz. O'shanda oladi. Demak, qaysi mavsum oyda yasalganiga ham bog'liq ekanda, to'g'rimi? Misol yozda ichiga olov yoqimiz kam olov yoqiladi. Qishda misol uchun yasasangiz olov ko'p yoqiladi, yoriladi. Mana shunaqa tomoni bor-da. Shuning uchun asosan yozda qiladigan ish bu, sezonli ishdir. Umri uzoq bo'lish uchun birinchi o'rinda turpoq yaxshi bo'lish kerak. Misol eng kerakli turpog'ingiz olovga chidamli bo'lish kerak. Bir xil turpoq yasashga qiyin bo'ladi. Misol bizning Toshkentning turpoqlari tandir yasashga qiyin, lekin umri uzoq. Bir xil turpoqlar bor, shirasi kuchli bo'ladi, yasashingizga oson, lekin umri uzoq emas uni. 6 oyda to'kilib ketadi. Sinib dars ketib. Bizlarga Toshkentda turpoqlar yasashga qiyin, lekin umri uzoq. 5 yil, 10 yillab ishlab beradi bular. Shunga misol bizaga uni ko'proq qancha klient uzoq ishlatsa biz xursand bo'lamiz. Hali tez kelsin, tez ko'rishib turaylik deb tandir yasalmaydi bu narsada. Bitta tandir yasash uchun nechta odam qatnashadi sizlar jarayonda? Endi biz misol uchun aka-uka shu 4-5 ta odam ishlaymiz. Shogirdlar. Misol uchun ko'proq aytaman, bizning ishda ko'p ko'chadan kelgan shogirdlar uzoq ishlamaydi. Nimaga? Endi mehnat og'ir-da, chidash qiyin. O'shaning uchun hali hozirgi yoshlar shu telefon o'ynasa-yu, telefondan shu daromad qilsa, oson tomonni o'ylaydigan bo'lib qoldi hozir. Misol uchun peshanasi terlamasdan pul topish o'ylayapti. Endi shuni ushlab qolish uchun mana farzandlarimga o'rgatyapman, misol uchun yo'qolib ketmasin deb. Ertaga bu narsa mana shu ota-bobomizdan o'tib kelyaptimi, shu narsa shunda yo'qolmasin deb farzandlarimga o'rgatyapman. Endi buni nima deydi, qo'l mehnatida uncha hozir yoshlar anaqalar chidolmayapti. Oldin mana shu loy qilgani o'z-o'zi qilardi, endi hozir yosh katta bo'lib qolgani uchun ko'chadan odam olib kelib shu loy qildirsa, misol uchun o'shalar qiladi-da, aka necha yillarmi ishlaysiz deydi. Shuncha yillarmi ishlaymansa, boshqa hunar qilsangiz bo'lmaydi nima deb savol beradi-da. Mashinangiz bor ekan, kira qilsangiz ham bo'ladi-yu deydi. Shunaqa deydi. Lekin biz endi shunga o'rganib qolganmiz, nima deydi, shu odamlarning hojatida bu aslida kimdir qayerdandir sizni qidirib keladi, o'sha paytda qidirib kelganda o'sha narsasini topib, olib ketib, o'sha narsani ishi bitsa, xursand bo'lamiz. Shu sizni qayerdandir uzoq joydan qidirib kelsa-da, "Yo'q, men hozir qilmayapman" deb ketkizib yuborsangiz, u noto'g'ri narsa. O'sha qayerdan sizni qidirib keldi, o'sha odamni siz shu so'ragan narsasini berib, shu odamning ishini bitkazib yuborsangiz, u sizni ketingizdan buni ketida mana shu bitta tandir, bitta nonxonaga bersa, bir kunda misol uchun 3 qop yo 4 qop non yopsa, bundan qancha odam non yeydi buni ketidan. To'g'risi-da, shundan baribir odamlar go'sht yemasligi mumkin, boshqa narsani yemasligi mumkin, lekin nonga hammani ish tushadi har kuni. Nonsiz misol uchun hayotni men anaqa qila olmayman-da. Non bor ekan, tandirga ehtiyoj bor. Ehtiyojimiz bor, xudo xolasa. Shu. Hozir mana ko'p bugungi yoshlar baribir ham chidoyimli ketaveradi deyapsiz-ku, mehnatiga, og'ir mehnatiga. Balki mehnat og'ir bo'lib turib, bugun sizlarda bu orqali bir mo'may daromad topish iloji yo'q ekan degan fikr ham emasmikan? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q. Balki bugun siz aytgandek oson va ko'p daromad topish nimalar usullari, shunaqa kasblar ko'payib ketadi bugun zamon rivojlanib. Endi misol har xil nima deydi, oddiy hozirni telefonda bunday qarab tursangiz, blogerlik qilib ham, bunday gapirib ham misol pul topib olganlar bor. Har xil anaqa bor, lekin hozirgi ko'p yoshlarni kuzatamiz, ko'p yoshlar oson pul topishni o'ylayapti-da. Misol qiyin tomonini tanlamayapti. Oldin mana biz yoshligimizda hamma ishimda kuzatsangiz, uyingizda g'isht terdirsangiz ham yonida shogird bolalar bo'lardi, shular qiziqib o'sha ustani hunarini olardi. Va malar ishlatsangiz ham yonida yoshlar shunga qiziqib ishlardi. Endi men xohlayman o'sha eng anaqa narsada bizdan ishda emas, mayli hamma ishda ham yoshlar hunar o'rgangan odam kam bo'lmaydi. Mana biz ko'proq vodiylarga chiqsam ham ko'p qarayman, kuzataman. Yosh bolalarni ham shu ota-onalar Navoiyga shogird qilib beradi, yasasin deydi. Sekin-sekin mana shunaqa qilib shu yo'nalishga olib kiradi, o'rgatadi. Kredit olib ko'rganmisiz? Hech qiziqqanmisiz? Yo'q, kreditga hech ishim tushmagan. Endi
Mana bugun ko'p soha egalari baribir kredit olib nima qilyapti. Siz bunga qanday qaraysiz yoki? Endi kreditga men yaxshi qaramayman. Endi qiynalsa ham o'zi topib, o'zi sekin-sekin noldan chiqib borgani yaxshi. Endi bir xil kredit olib katta ish qilaman deydi, hamma ishni ham birinchi kichkinadan boshlash kerak. Meni o'zimning fikrim. Katta narsaga birdaniga sakrab olish kerak emas. O'sha o'zi hayotda o'zi ko'rsatadi hamma narsani. Iloji boricha 1 yil qiynalar, 2 yil qiynalar, lekin keti yaxshi bo'ladi. Endi nima deydi? Biza men buni kredit u deymiz-ku, buni o'zini pulli ham pul bilan pulli farqi bo'ladi. Misol uchun kredit boshqa narsalar aniq qilish kerak emas. Iloji boricha o'sha nima deydi? Qiynalsa ham sekin-sekin zinadan bitta-bitta chiqqanda, yoshlar ham agar shunaqa chiqsa qiynalib qolmaydi. Bir xil yoshlar, hozirgi yoshlar tez aniq qiladi, bankdan kredit oladi-da, keyin ish dumalamay qolib, anaqa bo'lib qolsa, kreditini to'lay olmay qiynalib qoladi qaytanga. Undan ko'ra ozgincha qiyinchilik bo'lsa ham o'zi xotirjamlik, huzur, halovat xotirjamlikda. Birovdan baribir qarz bo'lganingizdan keyin odamning bo'ynida nimadir bosib turadi. Shuning uchun iloji boricha qarz bo'lmasdan, yoshlarga maslahatim, kredit olmasdan, ozgina qiynalsa ham 1 yil keyin bo'lsa ham oyoqqa tursa, menimcha yaxshi bo'ladi. Baribir kreditdan nariroq yurgan yaxshi o'zim. Meni o'zimning fikrim. Endi mana misol uchun mana ustaxonam kichkinalik qilib bir qilib men ham katta ishlar qilgim keladi, lekin sekinlik bilan o'zi Alloh o'zi nima deydi, niyat qilib qo'ysangiz Alloh yetkazaverar ekan hamma ishga sekinlik bilan. Ana nima deydi, oldin kichkina joyda ishlardim, mana sekin-sekin kattalashyapmiz. O'zi shu yoshligingizda bir odam yoshlarda o'zida maqsad qilib olish kerak. Men o'zimda shunaqa bo'lgan, maqsadim bo'lgan. Men bu yoshga kiraman, pravo olaman, men bu yoshga kiraman, mashina olaman, uy quraman, misol uchun hamma narsa o'sha aytganingizda Alloh o'zi niyatingiz to'g'ri bo'lsa, sekin-sekin o'zi beraverar ekan. Shuning uchun yoshlarga maslahatim, kredit boshqa qilmasdan ham ozgina shu hunar o'rganib, hunar eng kerakli hunarini puxta o'rganib olsa, o'zi insonlar o'zi sekin-sekin uni topaveradi. Misol uchun ustachilik qiladimi, suvoqchimi, g'isht teruvchimi yo tom yopadiganmi? Alloh o'zi rizqini beradi, o'zi sekin-sekin yuzaga chiqaveradi. Birdaniga boy bo'lib ketsa ham u bo'lmaydi. Sekinlik bilan bo'lgani yaxshi hamma narsani. Men o'zim fikrim shunaqa. Yoshlarga maslahatim, nima ish qilsa ham puxta o'rgansin. Shu kasbiga mehr bersa, kam bo'lmaydi. Shu narsa buni yuzaga olib chiqadi insonni, ham boqadi, ham kiyintiradi, ham uyli, joyli, hamma narsani shu mehnatini ketidan yetishsa bo'ladi. Birovga hunari bor odam birovga qarab qolmaydi, eng kerakligi. Birovning qo'liga qarab bo'lmaydi. Shunisi bor. O'zini har doim yonida bir qism puli bo'ladi, birovdan qarz bo'lmaydi. Shu. Dunyoning qayerda bo'lsa ham ishlayveradi. Ishlayveradi. Bizga ham adam o'rgatganlar, bolam, mana 5 o'g'il bo'lsa, 5 talar ham buni o'rganginda, lekin qilmasang ham qayerga dunyoning qayergadir borganingda shu hunar kerak bo'lib qoladi, asqotib qoladi. Shuni o'rganib qo'ylaring. Misol uchun adam rahmatli shuni bizga o'rgatardi. Bolam, qola qil, qola qilma, lekin shuni yasashni o'rganib qo'ygan. Qachondir bir kun kerak bo'lib qoladi. Mayli boshqa biznes qilasanmi yo boshqa davlat ishida ishlaysanmi, vaqt soati keladi, kerak bo'lib qoladi shu hunar. Lekin o'zi inson o'zi bu dunyoga kelganda bir narsani yaratish kerak-da. Misol, men shunaqa deb bilaman. Bir narsa mana biz tandir yasaymiz, mana noldan yasaymiz-da, shuni oxirgisi ishi jarayoni bitgandan keyin oxiridan do'ppisi bo'ladi. O'shanisini qilgandan keyin hamma charchovlar chiqib ketadi. Shu narsani shu o'zim yasadimmi deb bir xil payt nima deydi, yasagan narsangizdan o'zingiz baribir xursand bo'lib baqira olasiz. Mana boshida sizga tegidan shu noldan boshlaganda qiyin tuyuladi, boshqa bo'ladi. Lekin shu jarayonning oxiriga yetganda shu o'ziz va shuni o'zim yasadimmi deb odam baribir aniq qiladi. Bir xil payt har xil zakaz bo'ladi. Shu narsalarni yasaganingizdan keyin va shuni baribir endi nima deydi, yo'qdan bor qilganingizdan keyin bu hammaga emas-da. Bir narsa adam aytardilar, shu olaman institutda o'qiydi, necha yil o'qiydi, boshqa qiladi-da, shu olaman oxirida dissertatsiya yoqlayotganda nimanidir yasab, bir aniq qilib berish kerak, ko'rsatish kerak, yangilik qilish kerak. Shunaqa narsa deyirdilar. Nimadir mana necha yildir o'qib, shu odam bir narsani yaratish kerak deyirdilar. Hamma o'zi ham bu dunyoga keldi, nimanidir yasab, odam o'zidan yaxshi nom qoldirish kerak.